endi. O'shinamiki-ku. Mana futbolkam qani? Nima bo'ldi, Yusuf? Amaki, kiyimlarim o'shinamiki bilan aralashib ketibdi. Kel, birga ajratamiz. Shu bahonada yozgi yengil kiyimlarni ham ko'rib chiqamiz. Ha, mayli. Bu mayka o'g'il bolalar kiyadi. Mayka. Bu ichki kiyim har doim toza bo'lishi kerak. Ichki kiyim. Bu ko'ylak bayramlarda kiyiladi. Ko'ylak. Shim har kuni kiyishing mumkin. Shim. Paypoq oyoqni issiq tutadi. Paypoq. Bu nimcha ko'ylak ustidan kiyiladi. Nimcha. Galstuk tantanali kiyimlar uchun. Galstuk. Bu kepka quyoshdan asraydi. Kepka. Shippak uyda kiyiladi. Shippak. Futbolka yozgi eng qulay kiyimlardan biri. Futbolka. Tufli maktabga yoki bayramga kiyamiz. Tufli. Bu yubka, qizlar kiyadi buni. Yubka. Kofta bahor va kuzda kiyiladi. Kofta. Bu ro'mol, boshni yopadi. Ro'mol. Hijob ro'molga o'xshaydi, lekin bosh va bo'yinni to'liq yopadi. Hijob. Sport kiyimi, yugurish, o'yin uchun qulay. Sport kiyim. Bu do'ppi, milliy bosh kiyimimiz. Do'ppi. Short kunlar isib ketganda kiyiladi. Short. Krossovka yugurish va yurish uchun. Krossovka. Pijama kechasi uxlash uchun. Pijama. Endi bir o'yin o'ynaymiz. Tayyormisan? Qani bu kiyimlarni ikkita savatchaga ajratamiz. Qizlar uchun va o'g'il bolalar uchun. Bo'ldi. Amaki, men tayyorman. Mana bu nima? Futbolka o'g'il bolalar kiyimi. To'ppa to'g'ri. Barakalla. Endi buchi? Yubka. Bu qizlarniki. Barakalla. Buchi? Nimcha. Uni ikkovi ham kiysa bo'ladi. Ajoyib. Hamma kiyimlarning nomlari esingda qoldimi? Ha, amaki, ko'p edi, lekin eslab qoldim. Qani unda bir aytib ber-chi.
Mayka. İç kiyim. Ko'ylak. Shim. Paypoq. Nimcha. Galstuk. Kepka. Shippak. Futbolka. Tufli. Yubka. Kofta. Ro'mol. Hijob. Sport kiyim. Do'ppi. Short. Krossovka. Pijama. Yusuf, hozir yoz, to'g'rimi? Ha, yoz issiq bo'lyapti. Shuning uchun yengil kiyimlar kerak. Issiqda tanani yengil kiyimlar bilan himoya qilamiz. Qalin kiyimlar esa qishda kerak. Endi bilaman. Bu yozga tayyorman. Bolalar, sizlar ham uyda kiyimlarni ozoda va sarishta saqlaylar. Yozda yengil kiyimlarni kiy olinglar. Xo'pmi? Xayr bolalar, yana ko'rishamiz.